Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy hukumat xabar to'rining 10-ayning 31-kundagi xabarda bildirilishicha, 31-oktyabr kuni Xitoy partiya markaziy komiteti va davlat kengashi tarafidan atalmış Xitoy Xinjiang erkin savdo rayoni qurish umumiy plani e'lon qilingan. Atalmış Xinjiang erkin savdo rayoni qurish plani Xitoy partiya markaziy komiteti va davlat kengashi tarafidan chiqarilgan muhim qaror bo'lib, bu qaror yangi davrdagi islohot va ichki bitishni ilgari surishdagi muhim strategik tadbirlardan biri ekan. Xitoyning bu rezil planlarining kun tartiblari tovandikicha. 1. Xitoyning bu strategik muhim o'rinning taraqqiyot nishoni. Xitoy hukumatining 3-navbatlik markaziy komiteti xizmat ilmiy muhokama yig'inining ruhini umumyuzlik yo'l qo'yib, atalmış Xinjiangning umumiy davlat vaziyatidagi strategik o'rnini puxta egallab, atalmış Xinjiangni qonun bo'yicha boshqarish, har millat xalq ommasini ittifoqlashtirish, muqimlikni saqlash va madaniyat bilan oziqlantirish, atalmış Xinjiangni beyitish va uzun muddat davomlashtirish xizmatini cho'nqirlashtirish. Atalmış Xinjiangning qarorli qurilishini inchika va amaliy ishlash, o'rta va g'arbiy rayonlarning a'lo sifatli taraqqiyotini ilgari surishda ulgulik andisini barliqqa keltirishga tirishish. Atalmış Xinjiangni davlat ishi va xalqarodagi qo'sh unumlik muhim tugul qilib qurib chiqib, bir balvoq bir yo'l qurilishining yadrolik rayoni. Hamda Osiyo Yevropa oltin qanali va g'arbga ichitilgan ko'rik yo'lini barpo qilishni tezlashtirish, hamda kelgusidagi Jungo O'rta Osiyo jamiyatini o'rtaq barpo qilishga aktiv to'hfa qo'shish. 2. Yo'l qo'yish doirasi. Atalmış Xinjiang erkin savdo rayoning yo'l qo'yilish doirasi 179,166 kvadrat kilometr bo'lib, shu rayonni o'z ichiga olgan. Birinchi Urumchi rayoni 134,6 kvadrat kilometr. Ikkinchi Qashqar rayoni 28,48 kvadrat kilometr. Uchinchi Qo'rg'os rayoni 16,58 kvadrat kilometr kelgan. 3. Iqtidor bo'limi. Urumchi rayonining taraqqiyotining o'rin afzalligiga tayanib, xalqaro savdo, zamonaviy ashyo oborti, ilg'or yasamochilik, to'qimachilik va kiyim-kechak sanoati, biologik davolash, yangi energiya, yangi material, yumshoq detal va uchur texnikasi qatorliq zamonaviy mulozimat kasbini taraqqiy qildirishga texnik ahamiyat berib, mulozimat va boshqa yangidan kelayotgan kasblar, jumladan O'rta Osiyo va boshqa qo'shni davlatlar bilan o'zaro almashtirish va hamkorlik uchun muhim suhbat barpo qilish. Xalqaro savdo va ashyo obort yo'llarining afzalligiga tayanib, Qashqar rayonida dehqonchilik va qo'shimcha mahsulotlarni markazlik pishiqlab ishlash, to'qimachilik va kiyim-kechak sanoati, elektronik mahsulot qarashtirish qatorliq kasblarni taraqqiy qildirishga ahamiyat berish, import qilingan boyliqlarning bartaraf qilinishini zo'r kuch bilan ilgari surish, hamda xalqaro ashyo oborti va chegara qilgan elektronik savdo qatorliq zamonaviy mulozimat kasbini aktiv taraqqiy qildirish, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo va boshqa bozorlarni tutashtirilgan tovar pishiqlab ishlash va taqsimlash bazasi barpo qilish. Qo'rg'os rayoni chegara qilgan hamkorlik va quruqlik chegara eg'izidagi davlat ashyo obort markazining afzalligiga tayanib, chegara qilgan ashyo oborti, chegara qilgan sayohat, pul muomala mulozimati ham ko'rgazma qatorliq zamonaviy mulozimat kasbini taraqqiy qildirishga ahamiyat berib, alohida dora, elektronik uchur, yangi material va boshqa kasblarni kengaytirib va kuchaytirib, chegara qilgan iqtisodiy va savdo mablag' solish hamkorligining yangi andisini yaratish qatorliq bir qator muhim planlarni o'tirib qo'ygan. Xitoy hukumati bu planni tez suratda amallashtirish uchun vatanimiz Sharq Turkistonning butun afzalligidan to'liq foydalanib, o'zining taraqqiyoti uchun hech qanday vosita tanlamasdan yurgizilganligini yana bir qatim ta'kidlab o'tgan. Xitoy xabar to'rining 10-ayning 31-kundagi xabarda deyilishicha, 30-chesladan 31-cheslagacha Qashqar shahrida tunji qatimdan Xitoy, Qashqar, O'rta Osiyo va Janubiy Osiyo qonun bilan boshqarish bir yig'in o'tkazdi. Bu yig'inga Nepal, Sri Lanka, Qozog'iston, Pokiston, Hindiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va boshqa davlatlardan kelgan sotchilar, taftishlar, olimlar va advokatlar, Xitoy vakillari qatorliq shaxslar qatnashgan bo'lib, atalmış bir balvoq bir yo'l tashabbusining yuqori sifatli taraqqiyotining o'rtaq qonuniy kafolati temasida cho'nqur mulohaza yurgizib, qonun orqali xalqaro hamkorlikni cho'nqirlashtirish, o'zaro almashtirish va qonun yurgizish qatorliq masalalar ustida muzokara bo'lgan. Shu kuni ochilgan yig'inda Xitoyning atalmış Xinjiang universiteti va Qozog'iston Kaspiy universiteti fan-ma'rif hamkorlik kelishimi imzolagan. Va Xitoy Xinjiang xalqaro kesim soti va O'zbekiston Toshkent xalqaro soti savdo strategik hamkorlik kelishimi imzolagan. Bu muzokara yig'ini atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining qonun jamiyati, Xitoyning Guangdong o'lkasi qonun jamiyati va Xitoy qonun ilmiy almashtirish markazi sohibxonligida o'tkazilgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.